Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrli muxlislar. Bugun sizlar bilan tumanimizning eng qadimiy tamaddun markazlaridan biri. Faqat tumanimizning qadimiy tamaddun markazlari, balkim Osiyodagi eng qadimiy tarixiy tamaddun markazlaridan biri bo'lmish Balandtepaga sayohat qilamiz. Ya'ni bu Balandtepa xalqimiz orasida Munchoqtepa deb ham yuritiladi. Munchoqtepa qadimiy ona Sirdaryomizning qirg'og'ida joylashgan tamaddun manzillaridan biri bo'lib, o'z nomiga monand ravishda son-sanoqsiz tepaliklardan iborat. Buni ko'rib turibsizlar do'stlar, tepaliklar son-sanoqsiz bu yerda. Shu sababdan bo'lsa kerakmi, xalqimiz orasida Munchoqtepa deb nom olgan. Yana bir sababki, bu yerlardan qadimiy taqinchoqlar, munchoqlar ko'plab topilgan. Shu sababli ham Munchoqtepa deb yuritilishiga asos bo'lgan bo'lish kerak. Şimdi bir yaxshilab ko'raylikchi. Mana. Nimadir sinig'ida bu ham. Ko'za yoz cho'ynak. Mana toshni bir chiqarib ko'raylik. Chiqindi tosh kun. Hozir buni chiqarib ko'ramiz. Hozir ko'rdilaring o'zlaring. Ko'plab olingan tosh. Mana. Bu mana bu yerdan menimcha nimadir bo'lgan. Bu dumaloq tosh bo'lgan menimcha. Buni faqat tarixchilar biladi. Mana. Dun shakli shamoyili. Oddiy holatda paydo bo'lgan toshga o'xshamaydi. Bunaqa silliq yo'nilgan bu tomoni, bu tarafi. Bu tomoni ham silliq yo'rilgan. Menimcha mana bunday qilib qo'lga ushlash uchun moslangan tosh bo'lish kerak. Balkim tosh asrdan qolgan yodgorlikdir bo'lishi mumkin. Buni faqat olimlar yakuniy xulosa berishi mumkin. Biz faqat taxmin